Salbiy rollar bilan tanilgan go'zal aktrisa Zarnigor G'aniyeva haqida 3 ta fakt. Ajoyib rollar bilan tanilgan aktrisa Zarnigor G'aniyeva 1983-yil 31-oktyabrda Toshkentda tug'ilgan. Sevgi va Qodirxon seriallaridagi ishtiroki bilan tomoshabinlarga yaxshi tanish bo'lgan aktrisa Zarnigor G'aniyevaga 2022-yilda ichak saratoni tashxisi qo'yilgan edi. Aktrisa kasallikdan qanday sog'aygani muhokamalarga sabab bo'lgan intervyusi va oilasi haqida gapirib o'tdi. Aktrisa o'z so'zida sog'ligi bilan bog'liq bo'lgan tahlil natijalarini Hindistonga yuborgani va u yerdan kelishning hojati yo'q, 3 oylik umri qolgan degan javob kelganini alohida aytib o'tdi. Opamni chaqirib, o'lib qolsam uy joyimni 4 bolamga teng taqsimlab bering. Mendan keyin ularning holidan xabar olib turing deb tayinlagandim, dedi aktrisa intervyularning birida. Aktrisa 2 marotaba oila qurganini hamda birinchi turmush o'rtog'i olamdan o'tganini aytib o'tgan. Aktrisaga kelgusi ishlarida omad va zafarlar tilab qolamiz. Zarnigor G'aniyevaning muxlislari videoga like bosib, barcha yaqinlaringizga yuborib qo'yishni unutmang. Eng qiziqarli shou biznes yangiliklarini aynan bizda kuzating.